Assalomu alaykum. Barcha ijtimoiy tarmoq kuzatuv boruvchilarimiz, obunachilarimiz. Mana navbatdagi hayitlik 2 qavatli variantdagi darvozamizni o'z o'rniga olib kelib qo'ydik. Bu darvozamizni manzillari, bunga ketgan materiallarni qisqacha obzor qilsak, xudo xolasa mana Baxtiyor xonadon egalari ham o'zi shayda turibdilar. Darvozani manzili Andijon viloyati Baliqchi tumani Sheralchiga olib kelib qo'ydik. Razmerlariga kelsak 3 metr eniga 3.30 bo'yiga bo'lgan. Darvozaga ishlatilgan materiallari kurgovoy 15 shivellaylangan. Material oldi materiali 1.8 lis, orqasi 1.5 lis. 2 qavatli sitda foydalanilgan, ütü-bütil qilingan. Ranglari o'sha bir xilda adnotomli rang sepilgan, laklari matviy lak bo'lgan. Xudo xolasa bu darvozaga ishlovlari nima ishlov berilgan? Rezerving yopishtirilgan, ruchkalarda qo'yilgan. Profillarga kelsak, 6 o'tir profillar sferasi ham buni sferasi qalin bo'lgan. 1.5 ga 1.5 polni kurgovoy aylantirib chiqilgan. Buning sababi zazorni yopish hisobiga aylantirib chiqilgan. Darvozaga ikkala chekkaga tepa tomoniga gel shaklida 1.8 lisdan lazerda archasimon qilib, lazerda qilib berilgan. Chunki fosonida bo'lgan. Mana shunday zakaz qilishgan. Xudo xolasa mana shunday qilib olib kelib topshiryapmiz. Xonadonning egalari o'zi akam shaydalari, o'g'illar Rossiyadan turib zakaz berganlar. O'zim kelib razmerlarni olganman. O'zim olib kelib mana o'rnatib topshirib ketyapman. Baxtiyor aka, xursandsiz darvozadan? Xursandman. To'ldi. Yaxshi. Siz o'zingiz ham siz qisqacha gapirib o'tasiz aka. Darvozani materiali hamma yo'g'i xudo xolasa ko'ngildori, kraskalari ishonchli, materiallari ishonchli. O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor, olib borib o'rnatib, ustonovka qilib beramiz. Endi buni haliga aytadi-yu, ochgin yuzingni deganda qilib turib, mana nirjavengalarni chiroylab ochib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Pauza qilib tur. Qo'ysa yoq. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu jetiga maza qilib olasan-da. Chiqishi zo'rda bunday. Mehnat qilasan, mana shu jetiga maza qilib olasan. Mana qo'shni onaxon ham chiqdilar mana. Onaxon yaxshimi? Aytganingiz kelsa onaxon. Sizlar xursand bo'lsalaring, biz ham xursandmiz. Bu darvozadan qilayotgan foydamiz emas, sizlarni ko'ngilinglarni olsak, bizni foydamiz asha. Mana bu Sheralchi bizga begona emas. Hamma joyga qo'yib chiqamiz. Bu mahallaga mana shu qo'yganki darvozamiz orqasiga olingan zakaz bu. Sizga ham qilib beraman, xudo xolasa onaxon. Sizga ham qilib beramiz. Keyin olamiz buni, xudo xolasa. Tepasiga qarang. Yetamizmi? Yetamiz. Avvalo. Qani, Baxtiyor aka zo'rmi? Yaxshi. Darvoza ma'qul keldi. Ma'qul. Bir endi obunachilarimizga bir o'zingizni fikringizni bildirib yorsangiz. Qanaqa holatda keldi darvoza? O'zim kelib razmeringizni olganman. O'zingiz yerda kutib olgansiz. Kutib olganman. Mana o'zim topshiryapman darvozani. Yaxshi. Qanaqa holatda keldi, qanaqa yoqdi darvoza? Darvoza yaxshi. Men aytgandek ko'ngildagidek bo'libdi. Shu kelishgan holatda aytilganday bo'libdi. Shu yaxshi. Xursandmiz, ko'nglingiz to'ldi. Mana obunachilarimiz, mana Baxtiyor aka o'zi xonadonning egalari, o'g'illari zakaz qilgan. Baxtiyor aka o'zlari meni kutib olganlar, razmerlarni o'zim kelib olganman, men o'zim topshiryapman. Baxtiyor aka bergan pulingizga rizo bo'ling. Yaxshilarga ochib yoping. To'ylarda qiling, xudo xolasa, to'ylarga kelib xizmat qilaylik aka. Yaxshilarga ochib yoping. Obunachilarimiz endi orqa tomonni ham so'raydigan obunachilarimiz bor, orqa tomonni ham ko'rsatib o'tamiz.
Zamuqlarga kelsak, zamuqlar o'sha turetskiy stimul zamuq qo'yamiz. Ochilib yopilishlarini ko'ringlar mana. Nihoyatda yengil mana. Hamma yo'g'i joy-joyida. Orqa tomon qoplangan. Mana. Bir xilda o'sha mokras kraska, sentr zamok. Har bitta sharnimizga pachimlik qo'yganmiz. Bu video davomida ko'rib o'tasizlar o'zlaring. Sentr zamok. Mana hammaga qo'yib keladi sentr zamok. Qanotlarimiz ochilishlari. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Chiqaring aka, yo'qman. Ikkitasi. Ikkita paman. Hurmatli obunachilarimiz, mana hamma yo'g'ini ko'rib oldilar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha, Qirg'iziston, Tojikiston, dunyo bo'ylab dastakamiz bor. Qisqa gapirganda, hamma yoqqa olib borib, o'rnatib, ustunovka qilib beramiz. O'rnatib olib borib, ustunovka qilamiz mutlaqo bepul. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Baxtiyor aka, yaxshi aka, yaxshi narsa ochib yoping. Hop,